Abdurahmon aka mana endi go'shtlar bilan boqadi bizni. Abdurahmon aka. Bahodir yapon kelsa deb go'shtlarni pishirib qo'yibdi mana. To'ydi go'shtlari mana. Aka kuchda chiqaralasizmi? Ha, chiqaramiz. Xudo xolasa bemalol chiqadi aka. Xudo barakasini bersin. Ha, debdi. Bu ovqatni nima deydi Abdurahmon aka? Qovurdoq. Damroq quying, sovuq ketib qolmasga ham. Sel siqilib. So'ng Abdurahmon aka kech paytga osh qilasizmi biror joyda? ha, asriga boshlaymiz. Sizlarda yaxshi ekan Abdurahmon aka, bizda ayollarga osh qiladi baribir Abdurahmon aka. Farg'onami? Ha. Birinchi suyuq beriladi, keyin osh, shashlik, monti, baliq. Ha, go'sht qo'yasiz, qo'ymay ilojingiz yo'q. Zakusga qo'yasiz. Abdurahmon aka. Ayollarga zakusga qo'ymas ko'chirib yuboradi sizni. Nasib qilsa boramiz sizlarga. İnşallah. Aka men oshga marhamat ochaman Abdurahmon aka, duo qilib tursiz. Sizni chaqiraman men xudo xolasa. Nonavor yurdim, so'raychi. Hayalga jiya chuqur bo'lganda zo'r bo'ladi. Mahmud aka. Non berib yuboring. Chiqib bak. Baka chiqib bak. Non berib yuboring deb qo'ygan shu odamga, Shaman akani kattasiga. Bu qanaqa yog'da bo'lgan Abdurahmon aka? Bu hech qanaqa yo'q tushmagan. Go'sht o'zini suvida bo'lgan. Go'sht o'zini suvida bo'lganmi? Piyoz bor, bolgar qalampir bor. Buni qovurib qilami? Qovurib, farlab Omon bo'ling, salomat bo'ling Abdurahmon aka. Qo'lish shirin bo'lsin aka. Rahmat. Xo'p.